Ey do'stim, odamlar orasida shunaqalari bor. Riboni, haromni yamlamay yutishadi-yu, lekin ro'zam ochilib ketadi deb kechgacha bir burda non og'ziga solmasdan och yurishadi. Balki ularni Baqara surasidagi mana bu oyatlardan xabarlari bo'lmasligi mumkin. Odamlar orasida shunaqalari ham bor. Allohning kalomini qo'liga olib qasam ichishadi-yu, lekin primoy efirga kirsangiz, birovni onasidan so'kib, ustidan kulib o'tirgan bo'ladi. Balki ularni Hujurot surasidagi mana bu oyatlardan xabar bo'lmasligi mumkin. Ayollar orasida shunaqalari bor. Hijob kiygan, niqob taqqan, lekin ko'ziga linza qo'yib, ko'z orqali erkaklarning e'tiborini jalb qilib o'tiradi. Balki u ayollarni An-Nur surasidagi mana bu oyatlardan xabari yo'qdir. Siz ham, men ham farishta emasmiz. Chunki biz hammamiz Adiyat surasidagi mana bu oyatlarga tushgan gunohkor insonlarmiz. Alloh hammamizga hidoyat bersin.